Ikki xonali Yevro remont uyimiz sotuvda. Navbatdagi manzilimiz Termiz shahar Temiryo'l vokzalida, ya'ni Ibn Sino ko'chasida bo'lib turibdi. Ko'rib turganingizdek, to'g'rimizda Temiryo'l vokzali va yonida qad ko'taring 5 qavatli uylar. Chap qo'limizda esa Shashlik Cityga ketish yo'li, onkologiya bansi va detskiy bansalar. Juda lokatsiyasi zo'r joyda bo'lyapti aziz obunachilar. Bu uyimizning tashqi hovlisi hisoblanadi. Shinam xonadonlardan videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoga bitta like tugmachasini bosish esingizdan chiqmasin va birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqi eshikdan kelishimiz bilan o'ng qo'limizda spalni, to'g'rimizda dushovoy va undan keyin hojatxona va oshxonalar, keyin esa spalni xona hisoblanadi. Bu yoqda esa mehmonxona, asosiy spalni xona sifatida foydalanib turibdi aziz obunachilar. Bu yerdagi barcha mebellar qoladi, ko'rib turganingizdek. Narxi nech pul deysizmi? Narxi 470 million so'm deb baholandi. Tepasida yanada kelishadigan joylari mavjud. Faqat naqdga sotiladi. Hech qanaqa barter, kutish degan joy yo'q. Bu xonadan chiqishimiz bilan to'g'rimizda dushovoy hisoblanadi. Ikkalasi alohida razdelni, gaz, suv, svetda aslan muammo yo'q. 5 qavatli uylarning 4-qavatdan bo'lyapti. Bundan keyin esa hojatxonasi oxirigacha kafillangan aziz obunachilar. 2 xonalik juda keng, zo'r variantlardan bo'lyapti. Bu yoqda esa oshxonasi. To'liq aboy qilingan, yaqinda remontdan chiqarilgan, kirmoshlar, xaldenliklar hammasi qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek, tezda shoshilamiz, tanishlarga tashab qo'yamiz. Shunaqa 2 xonalik kvadrat katta bo'lgan uy so'raganlarga. Oshxonadan chiqishimiz bilan to'g'rimizda kladovka sizga bonus sifatida qo'shib beriladi va o'ng qo'limizda endi hozir mehmonxona sifatida foydalanib turibdi. Aboy qilingan, tayyor. 2 taraflama shamol aylanishiga zo'r kvartira bo'lyapti aziz obunachilar. Bog'lanishi nomer 99 kod bilan 716 53 78. WhatsApp, Telegram, imo hammasi ishlaydi. Hozir kladovkani ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda esa kladovkasi bo'ya aytib o'tganimizdek. Bu esa zali, koridor. Keyingi qaynoq videoroliklarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling, xayr.